Uyimizda go'sht bilan budun tuxum bo'lsam, yarim soatlam tayyor qilib bo'ldigan. Maningdek o'xshitib qo'rish usulnab keldim. Unda bo'lsa, buni qanday qo'rdimki, mush filmni seyretmay oxirigacha ko'ringlar. Oldi bilan mush qo'rimga ketalik saylarni filmda ko'rsatgandek tayyorlab olgandan keyin tayyor qilib olgan saylarimizni qoqcho'nligida to'g'rab tayyorlab olamiz. Ko'rib mishaykapsizlar, meni qo'llash yuzidan mush filmga yurak berib, inkas rayniga jiq gullar yo'llab qo'yish unutib qolmanglar, rahmat sizlarga. Ketalik saylarni to'g'rab tayyorlab olgandan keyin qozonga may qo'yib, may qizg'an vaqtida bir qoshiq atrofida shakar sep, shakarni eritib olamiz. Shakar erib, seriq ko'pik chiqqan vaqtida tayyor qilib olgan go'shtni sep qo'rib olamiz. Go'shtni qo'rgan vaqtimizda muvofiq miqdorda tuz sep, go'shtni qizartib qo'rib olamiz. Arqadan tayyorlab olgan bosh piyoz, sinjang, samsaq tayyor qilib olgan tetutqularni bir vaqt sep qo'rib olamiz. Bugun mening ishlatganim cho'ng ustamning qo'rdoq tetutqusi. Tetutquni sep yaxshi bir qo'rib etgandan keyin qo'rimining ustiga muvofiq miqdorda suv quyib, yaxshi bir aralashtirib etib, bo'shroq o'tda 20 minut atrofida qaynatib tayyorlab olamiz. Vaqt to'shqan chog'da tayyorlab olgan budun tuxumini sep, yaxshi bir aralashtirib etib, yana 10 minut atrofida qaynatib tayyorlab olamiz. Eng oxirida tayyor qilib olgan ushliq ko'klarni sep, yaxshi bir necha qatim aralashtirib etgandan keyin iste'mol qilsak bo'ldi. Amsa sizlarmi shuningdek o'xshagan qo'rimining qo'rish usulini o'rganib oldinglarmi? O'rganib olgan bo'lsanglar, uyinglarda bir qatim qo'rib sinab yiqqanlar beklam yeyishlik bo'ldi-ku.